Ey Xudo, o'zing kechir. O trader, meni 5000 pulim qani? Har hafta $500 beraman degan eding. Hatta $1000 ber. Oka, siz 5000 ga kuygansiz. Men bu yerda 50 ga kuyib o'tiribman. Bu risk, oka. Hozir umuman iloji yo'q. Men ham noldaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke ukam? Aka, bilasiz necha yillik aka ukamizni $1000 qarz berib turing. Tinchlikmi? Tinchlik emas, aka. Siqirtga ishonib tradingiga bor pulimni tiktirib qo'ydim. Shu bilan uxladim. Arendator ham bo'g'ib yotibdi, aka. Pul tikishda maslahatlashmaysan. Pul kerak bo'lsa, aka kerak bo'ladi. Men ham uyab qo'yganman, ukam pulim yo'q hozir. Mayli, uzr aka. Rahmat. Doda shuni 12,5 ga bering. 12,5 ga deysanmi? Bo'ldi, baraka. Ertaga notariusda uchrashamiz. Bo'ldi, mashinani baraka qilib bo'ldim, notariusda uchrashadigan bo'ldi. Assalomu alaykum tog'a. Va alaykum assalom. Kechi-a? Ishlaringiz yaxshimi tog'a? Oldingizga bir ish bilan keldim. Bilasiz, 2 yildan beri mashina arendaga haydayman. 4 oy qolgan edi. 2 oyini to'la olmaganimga mashinani o'yin qilib olib qo'ymoqchi. Shunga $1000 qarz berib turing. Bormagan joyim qolmadi. Voy, jasur. Bilasan, to'y boshlab qo'yganman. O'zi yetkiz olmay turibman. Kimni olsamikin deb yuruvdim. Bo'lganda berardim, jiyan. Hozir yo'q-da. Ha, uzr tog'a. Uzr. Endi kimdan so'rasammikin? Mana bu seni halol topgan puling. Ol. Men bu pulni olmayman. Men sudda olaman. Nima deyapsan? O qanaqa sud? Hammasi meni qo'limda, bilasan, u juda yaxshi. Berganda olsang-chi pulingni. Men senga aytolman-ku. Men bu pulni sud orqali olaman. Olmaysanmi xullas? Ko'tingga tiqib ol. O'zingdan ko'r. Okey, to'xtang. Tinchlikmi, aka? Tinchlik, okey. Mash pul olib qo'ying sizga mana hadya. Yo'q, hazillashmayapsizmi? Yo'q, hazil yo'q, okey. Addu shu sizga. Nima sabab? Osmondan tushdi deb hisoblang, okey, sizga mash. Qo'y, dal. Ey Xudo, o'zing kechir. Bandalardan so'rab yurgan ekanman. O'zingdan so'rashim kerakligini yana bir bor anglatib qo'yding. O'zingga shukr, Alloh.